To'g'risini ayting, uy sharoitida gilam va mebellaringiz har qanaqa qiyin dog'lardan qat'iy nazar yuvish mumkinligini bilarmidingiz? Ha, endi bu pilissos bilan hammasi oson. Gilamlaringizni, mebellaringizni yuvdirishingizga hojat ham yo'q, chunki o'zingiz yuvib quritib olasiz. Yengidek bo'lib pushistli holatga keladi. Stullarimni ham ruchkangizlardan asar ham qolmadi. Nafaqat mebel, stullarni yuvasiz, kafel, dushovoy kabinalarni ham bemalol yuvasangiz bo'ladi. Gilamlarimni vibrashotkada pilissos qildim. Yuvilgan gilamlarimdan shuncha chang va musorlarni ko'rib to'g'risi qo'rqib ketdim, chunki men va farzandlarim doim allergiyadan qiynalardik. Endi bizda allergiyada ham muammo qolmadi, chunki aynan shu funksiyasi changlarni, uydagi changli havoni tozalab beradi. Changni ko'ryapsizlarmi? Suvdagi aynan shu chang bizani allergik yo'talimizga sabab bo'ladi. Hozir viruslar juda ham ko'p. Shu antiseptik bilan uyimizni virusdan tozalab olamiz. Shunaqa aromatizatorli efirni maslalar ham mavjud. Agar siz ham 24 oyga bo'lib to'lashni xohlasangiz, hech qanaqa foizlasiz Mashrab Robaklingga murojaat qiling. Uyingizga borib, tekinga obzor qilib beradilar. Gilamlarni ko'zingizni oldida yuvib, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Men nomidan chiqsangiz, shunaqa sovg'asi ham sizga beriladi. Albatta, Mashrab Robaklingga murojaat qiling va xarid qiling.